Assalomu alaykum Nilufar opa, Assalomu yaxshimisiz? alaykum. Nilufar opa, juda ko'pchilik so'radi, izohlarda so'ragan, direktdan yozib so'rashyapti. Shurut terapiya o'zi nima, u qanaqa amaliyot? Shu haqida keling, tushuncha bersak. Xo'p bo'ladi. Masalan, bu shurut xonamiz va shurut xonamizda birinchi nima bo'ladi? Birinchi patsient kirib kelganda biz uni albatta rentgenlarini ko'ramiz. Ya'ni skoliozda bu albatta rentgenda tasdiqlanishi kerak, haqiqatda patsientda skolioz borligi. Undan tashqari rentgenni ko'rganimizdan keyin biz patsientlarni, hozir skoliometrimni olaman. Mana bu burchakka olib o'tamiz. Bu burchakda gilamcha yoziladi maxsus va bu yerda ichki kiyimda qoldirib butunlay o'sha tanasini har bitta части solishtirib chiqiladi, ya'ni qanaqa tekislikda turibdi va albatta rasmga olinadi. Qanaqa rasmga olinishi normada keltirilgan va bu rasm bazaga kirgiziladi. Ya'ni har safar patsient kelganda biz bazaga kirgizib ketamiz rasmlarni. Nimaga deganda, nafaqat rentgenni natijani ko'rsatamiz, balki o'sha yelkalar ikki xilligini yoki tazni holatini boshqacha turganini, keyin safar kelgandagi o'zgarishlarni biz rasmlarda ko'rsatib berish uchun mana shu rasmlarni bazada saqlaymiz. Va bu rasmlar sir saqlanadi, faqatgina shurut terapevt va patsientni o'zi biladi. Qolgan hech qayerga e'lon qilinmaydi. Natijalar bo'lsa internetda faqatgina rentgen orqali ko'rsatiladi. Undan tashqari lazerda albatta ko'ramiz, ya'ni sathlarga tushirib qay darajada tana deformatsiyaga uchraganligini ko'ramiz. Undan tashqari albatta vес o'lchanadi va bo'y o'lchanadi. Nimaga deganda, umurtqa pog'onasida aylanishlar bo'lganda patsientning bo'yi pasayadi va u to'g'rilangan jarayonda bo'y yana cho'ziladi. Mana shu holatlarni aniq bilish uchun biz bo'y va vesini o'lchaymiz albatta. Undan tashqari skoliometrda tanani holati, ya'ni tanani qay darajada qiyshayganligini skoliometr orqali tekshiriladi va undan keyin biz o'tamiz rentgenni kopiya qilamiz va kopiya qilganda har bitta patsientni oldida o'tirib unga sxema tuzib chiqamiz. Ya'ni u og'irli yuk ko'tarmoqchi bo'lsa, qaysi qo'lida ko'tarishi, qaysi tarafida yonboshlab yotishi, agar tepada yoki avtobusda yurganda qaysi qo'li bilan avtobusni ushlab ketishigacha yoki shkofdan narsa olmoqchi, qaysi qo'lida ko'tarib olishigacha biz grafik tuzib beramiz va bemor o'zi bilmagan holatda uy sharoitida ham o'zini sekin davolab ketish protsessiga yordam beradi. Keyin har bitta mana patsientni biz ugl ko'bi bo'yicha o'lchaymiz, belda qanaqa, ko'krak qafasida, bo'yinda qanaqa, har bittasini o'lchab olganimizdan keyin va biz har bitta umurtqa pog'onasida aylanish yo'qmi, otsisti atrosklarni ko'ramiz va undan tashqari shaklini kuzatib chiqamiz har bitta umurtqani, ya'ni tug'ma turi yo'qmi yoki shakli o'zgarmaganmi yoki aylanib ketmaganmi, buralishlar, rotatsiyalar yo'qmi, mana shuni ko'rganimizdan keyin umumiy o'qdan umurtqa pog'onasi qay darajada ketyapti, deformatsiyaga uchrab uni solishtiramiz va keyin nafas yo'naltirishni o'rgatamiz. Bu bir kunlik protsess, ya'ni nafasni o'zini qanaqa nafas olish, qanaqa yo'naltirishi albatta biz patsientga tushuntiramiz. Mana bu har xil tipdagi skoliozlar va mana hozir ko'rsatyapsiz. Mana shular natija bo'lganmi shularda? Albatta, buni kanalimizda kirib bemalol ko'rib chiqsa bo'ladi. Natijalarni biz rentgenlar orqali ham ko'rsatganmiz. Klinitskiyni ruxsat bersagina qo'yamiz, ya'ni o'sha go'dani holati, bel chiziqlari, tazi, rentgenni biz o'sha patsient ism familiyasini aytmagan holatda qo'yamiz, natijalarni ko'rsatib beramiz. Hozir mana shu ko'rib turgan, ushlab turgan rasmingiz qanaqa daraja hisoblanadi skoliozda? Bu skoliozning og'ir darajasi, ya'ni bu yerda nafaqat shurut terapiya, balki bu yerda operatsiyagacha ham borib qolgan, lekin patsient operatsiyani xohlamayapti va biz shurut bilan qo'shimcha travmatolog ortopedimiz bilan birgalikda kuzatishga qaror qildik. Ya'ni patsient, travmatolog ortoped va biz shurut terapevt qaror qildik, operatsiyagacha bormasdan turib buni korset shino, ya'ni mana bunaqa individualniy korsetlar bo'ladi. Bu lattali korset emas, chunki skoliozda bu ilmiy yaqinda SOSORT orqali ilmiy ommaviy anaqaga e'lon qilindi. Bu degani, ya'ni lattali korsetlar skoliozda davoni bermasligi, ya'ni effektiv emasligini ilmiy isbotlab yozib chiqishdi.
va bu korset shino aynan skoliozda davo chorasini ikkinchi eng oltin qoidalardan bittasi. Yana bitta mif yuradi, korset shino taqsa patsientlar atrofiyaga uchraydi muskuli deyishadi. Aslida bu mana mashqda ham shiroterapeut kerak bo'ladi. Nega deganda, korset shinoni taqqandan keyin uni qanaqa yechishgacha shirot metodikasi etap yechib ketsa, hech qanaqa побочный действие bo'lmaydi va umurtqa to'g'irlangandan keyin xuddi shunaqa to'g'irlangan holatda qolish uchun shirot metodikasi kerak bo'ladi. Endi shirot metodikasini masalan har bitta tipida umuman boshqacha mashqlar qilinadi. Ya'ni mashqlar to'plami mana shu kitoblar bu har bitta shirot terapeutida bo'ladi. Ya'ni bemor holatidan kelib chiqib davo chorasi grafiki tuzib chiqiladi. Ya'ni qaysi umurtqa qismini qayerga surishi va bu orqali kitoblar orqali tanlab renginni orqasiga yozib chiqiladi. Mana qilib buni shiroterapeutlar tushunadi. Grafik tuzib chiqiladi. Bu o'zimizning tilimizda sifralar orqali yoziladi. Shiroterapeutlar tushunadi va patsientga tushuntiriladi. Undan keyingina mashqlarga o'tiladi. Mashq jarayonida boshida birinchi kuni polni grafik tuzganimizdan keyin nafas olishni o'rgatamiz va sekin-sekin nima qilayotganimizni, qaysi mashqni, qaysi muskulni chiniqtirish uchun va nima maqsadda qilayotganimiz patsientga tushuntiriladi va individual tarzda mana shu joyda o'rgatiladi va gruppovoy zanatiyalarimiz qanaqa bo'ladi deganda, birinchi individualniy kursdan o'tganlar, уже shirot nima bilib olganlar, o'zida sinab ko'rganlar, уже qaysi mashqni qanaqa qilishni bilib olgan patsientlarimiz uchun biza arzonroq narxda gruppovoy zanatiyaga qo'shamiz. Ya'ni bitta shiroterapeut har bitta patsientni oldiga borib tushuntirib chiqadi va to'g'ri qilayotganligini tekshirib turadi. Individualniy kursimizda albatta o'tgan bo'lish kerak. Chunki qanaqa nafas olish, qaysi umurtqani qanaqa qilib surishi bu shiroterapeut qo'yib ketgandan keyin o'sha bunaqa invertorlarimiz bor. Qo'yib, to'g'irlab ketgandan keyin bemor o'zi qiladigan vazifalari bor, bu yerda bajaradigan mashqlari bor. Mana shularni to'g'ri bajarish uchun albatta shiroterapeut nazorat qilishi kerak bo'ladi. Ko'pincha aytishadi bizga shirotni eshitdik, ishondik, haqiqatda zo'r metodika ekan, YouTubedan ochdikda, uyda shirot qildik deyishadi va bu narsani men nimaga aytayapman, shirot metodikasi individual qilinganda natija beradi. Ya'ni kimgadir foyda bergan shirot natijalar, mashqlar sizga aksincha ta'sir qilib, skoliozni naborot yomonlashtirib yuborishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham bitta tipga berilgan mashqlar ikkinchi tipga biza bermaymiz. Sababi bunga alohida mashqlar to'plami, bunga alohida qilib tuzib chiqamiz. Mana shu joyda juda ko'pchilikda savol bor. Shiroterapiya manual terapiyaga o'xshagan narsami, qanaqadir shu qarsillatishlar orqali tuzatiladimi degan savol ham bor. Yo'q, manual terapiyani chuqur bilmayman, lekin bilamanki, shirot metodikasi bu eng hurmatga sazovor, eng natija beradigan, eng isbotlangan metodika hisoblanadi. Ya'ni naучно доказано bu haqiqatda skoliozda effekt berishi, bu ilmiy isbotlangan metodika hisoblanadi. Shuning uchun ham men o'ylayman, manual terapiyadan bu tubdan farq qiladi. Tubdan. Zo'r. Shiroterapiya haqiqatda zo'r, men qolyapman operatsiyasi skoliozni davolash bo'yicha. Endi kimdir skolioz bo'lgan, endi skolioz odam sizlarni qayerdan topsa bo'ladi, qanaqa murojaat qilsa bo'ladi? Kimdir murojaat qilmoqchi bo'lsa, video tagida link qoldiramiz, telefon raqam qoldiramiz, bemalol telefon qilib, yozilib kelsa bo'ladi. Va agarda biza yordam bera olmaydigan tip bo'lsa, ya'ni o'sha tug'ma turlari operatsiya qilinadigan tiplar bo'lsa, biz birinchi kunda ko'rikka o'zida aytamiz, biz sizga yordam bera olmaymiz deb. Shunaqa. Zo'r, mana shu joy yoqdi. Chunki juda ko'pchilik o'zini kasali bo'lmasa ham qarashadi. Shunaqa. Biz juda ham ko'p patsientlarni qaytarganmiz, lekin o'sha mana bugun ham shunaqa voqea bo'ldi. Sizga operatsiya faqat yordam beradi deb jo'natganmiz. Operatsiyani qildirib, operatsiyadan keyingi o'sha muskullarni chiniqtirish uchun shirot metodikasiga tashrif buyurishdi patsientlar. Ular nimaga tashrif buyurishdi? Chunki bilishdiki, biz masalan o'zimizniki bo'lmagan patsientga bizaniki deb aytmaymiz. Biz qaytardik ularni operatsiyadan keyin, lekin mutaxassisi o'zi, travmatolog ortoped
departamenti o'zi bizga jo'natganlar operatsiyadan keyingi o'sha muskullarni o'sha qomat o'rganib qolgan, u qiyshuv turib o'rganib qolgan, sim qo'yib to'g'irlangandan keyin mushaklarga u holat, to'g'ri holat уже miyaga yotdi, u o'rganib qolgan qiyshuv bo'lib. O'shani biz to'g'irlab turib, mushaklarga yordam berishimiz uchun o'sha simlar qo'yilgandan keyin shrot metodikasi ham ishlanadigan joylari bor. Zo'r. Demak, aldov yo'q baby sunnatda. Shunaqa. Bunga 100% kafolat bera olamiz. Katta rahmat. Shrot bo'yicha juda ham yaxshi ma'lumotlarni eshitdik, o'zimizga tushuncha oldik. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling.